hozir sizga nimaga progress his qilmayotganligingizni yoki o'zingizga to'q yoki erishayotgandek his qilmayotganligingizni tushuntirib beraman. Hatto o'tgan yili ham siz maqsad qo'yish kerakligini yoki self development haqida qayg'urardingiz. Eng katta muammongiz siz prosta har 2-3 oyda направлениеңizni o'zgartirib yuboryapsiz prям. И u narsa prosta o'ldiradi sizni. Shunaqa illyuziya paydo bo'ladi, как будто 1 yildan beri kitob o'qiyapsiz, hatto 1 yildan beri o'zingiz ustingizda ishlab kelayotgandir, lekin har safar boshqa narsalarni qilyapsiz. Bitta activity qilmayapsiz yoki 2 yoki 5 ta даже qilmayapsiz. Har safar o'zgartirib yuboryapsiz. Men aytmayapman, faqat bitta narsani tanlayda, bitta направлениеdan keting. Hatto 5 ta nom tanlang o'zingizga. Masalan, men futbolchi, iqtisodchi, oshpazman. That's it. Yoki table tennis, yana 5 ta qo'shing. Faqat shu activitylarga commit qilsangiz zo'r bo'lib ketadi. Bu problema menda ham bo'lgan. O'zi eng katta problemam shu menda ham. Har safar yangi narsa boshlayman. Как будто bir yangi varoqdan yoki попробовать стоит, qilib ko'rishga arziydi deb turib, prosta fokus yo'qligi bu. Aldash bo'ladi.